Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan pikka chiqqan jamoalarni taslim etgan komanda haqida gaplashamiz. Bu jamoaning nomi Chelsea azizlar. Chelsea 2011-yil Barselona Chempionlar Ligasini yutadi va 2012-yil yarim finalda Chelsea bilan to'qnash keladi va Chelsea bu jamoaga ajoyib o'yin uslubi bilan Barselonani taslim etadi. So'nggi daqiqalarda Ferran Torresning urgan goli bilan finalga yo'l oladi va finalda azizlar dahshatli to'qnashuv sodir bo'ladi. Finalda Bavariyaga qarshi o'ynaydi Chelsea va shturm hujumlar bilan birgalikda yopiq o'yin bo'ladi va o'yinning adashmasam 82-minutida Thomas Müller hisobni ochadi va 88-minutda Didier Drogba bosh bilan hisobni tenglashtiradi va ekstra taymlarda xavfli vaziyatlar bo'ladi va hech kim foydalana olmaydi va oxirida penaltilar seriyasida Petr Chexning super seyflari evaziga Chelsea g'alabani ilib ketadi va Bavariya Barselonaning gegemonlik paytida bulardan titulni tortib olgan jamoaga aylanadi va o'sha yili Barselonaning qo'lga kiritgan 2012-yil Barselonani qo'lga kiritgan kuboklari Ispaniya kubogida birinchi o'rinni olgan va Chempionlar Ligasida yarim finalda Chelseaga qarshi yutqazib qo'ygan azizlar. Chelsea dahshatli o'yin qilgan. Ispaniya kubogi, Super kubogida birinchi o'rinni olgan va UEFA Super kubogini yutgan Barselonani Messi o'sha yili 73 ta gol urgan dahshatli Barselonani taslim etgan Chelsea. Hech qaysi klub bunday natija hali qayd etganicha yo'q. Va Bavariyaga to'xtalib o'tsak, Bavariya Chelseaga 2012-yil finalda mag'lub bo'lganidan keyin keyingi yili azizlar treble qayd etadi va Chempionlar Ligasini, Germaniya kubogi, Germaniya chempionatini azizlar yutib treble qayd etadi. Chelsea bunday super klubni yutgan holatda boshini mag'rur ko'tarib o'zining titulini Londonga olib ketadi. Azizlar, oradan yillar o'tib yana shu holat sodir bo'ladi. 2021-yil Chempionlar Ligasida dahshatli Realga qarshi to'qnash keladi va dahshatli Realni 2 o'yin natijasiga ko'ra mag'lubiyatga uchratadi va Chelsea g'alaba qozonadi va finalda Manchester Cityga qarshi o'ynaydi. Manchester City azizlar finalda o'ynaydi va finalda g'alaba qozonadi. Chelsea 1-0 hisobida Kai Havertzning golini sharofati bilan g'alaba qozonadi va shu 2021-yil Realni taslim etgandan keyin 2022-yil Real Chempionlar Ligasida g'alaba qozonadi. Chempionlar Ligasi va La Ligada g'alaba qozonib o'z titulini oladi va Realni, Cityni tituldan mahrum qilgan Chelsea
o'zini Chempionlar Ligasi kubogini yana Londonga olib ketadi. Va 2025-yil azizlar, dahshatli PSJga qarshi klublar bo'yicha jahon chempionatida finalida to'qnash keladi. Dahshatli PSJ Liga 1da birinchi o'rin, Fransiya kubogida birinchi o'rin, Fransiya Super kubogida birinchi o'rinni oladi va Chempionlar Ligasini ham qo'lga kiritadi. Treble qayd etadi. PSJ va bu treblga jazo sifatida Chelsea maydonga chiqadi va Chelsea super klublarni taslim etgan Chelsea va o'zining yurishida PSJ uslubida jazolaydi. PSJni ajoyib o'yin guvohiga aylanganmiz. 3-0 hisobida g'alaba qozonadi. Chelsea super jamoalarga qarshi qanday o'ynashni biladi va ajoyib jamoa. Hech qaysi klub hozirchalik bunday statistikaga ega emas. Azizlar, shunday qiziqarli ma'lumotlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deb qolamiz.